Assalamualaikum yurttaşlar, kanalımıza hoş 4 etajlı domamızın 3-cü etajında bir xonamız cihazları bilan sroç satıb alğan ekan, uyimiz tayyor doğruya başladım boladı. Her etajımızda 4 xonadan boladı. Doğrumuzda 2 xonadan da görüp çıkamız. Podizlərimizə akkuratlı uyimiz doğruya yaşalan boladı. Cihazları bilan satıb alğan ekan, birlikdə görüp çıkamız. Bismillah. Lokasiyonu tushuntiradi olsak yurttaşlar, Narxuz institutiyandan girib gəlsəz alan boladı. Xalasazlar Corabek salon tarafından girib gəlsəz alan boladı. Hem biri yakın, udobni yurttaşlar Darital Urdu institutdan, Narxuz institutdan yakın boladı. Ortalıqda joylashgan uyimiz. Girgənimizdən koridor, o'ng qolumuzda sanuzel, doğrumuzda kuxni, chap qolumuzda xonasi boladı. Xonasından tushuntirib boradigan olsak, yine yerimizdə mebellərimiz bor. Hem bir döşəl turibdi, oboydan chiqib turibdi, patoklarimiz aqlangan, lyustrasına ega boladı. Atap iğnesi bor yurttaşlar. Bir xonalı joylarda ko'p yerlarda atap iğne yo'q. Bilsangizlar, oynanamiz aqua, e'tibor beramiz. Cho'yin batareyalarimiz qo'yilgan. Berimizda yana artel konditsionerlarimiz ham bor. Uyimiz tayyor. To'g'ri yashirilgan, sosteniyasini ham ko'rib turibsizlar. Akkuratli holatda turibdi yana. Bemalol kelib ko'raverasizlar. Liniyalardan общий muammo yo'q. Bog'cha maktabdan ham bu yerda bilasizlar. Berimizda yana sanuzel. Sanuzelimiz ham hamma qulaylığı bor, aristonlarımız bor, kir mashinlarimiz yine qo'yilgan. Artel firma ekan. Oyoq telarimiz kafel. Vannasi ham yine shuni vannadan almashtirilgan, dim ko'na vanna emas, yani cho'yin vannalar bor edi. Shuni ko'rinishda undan emas, almashtirilgan. Bu yerda eshikimiz aqua eshikdan qo'yilgan ekan. Stenamiz oboy. Ataplarimiz bir o'rnatilgan. Aynanamız aqua, görüp donlazlı uyumuz akkuratli holatda. Bir de kuxni mebellerimiz. Normal sosteniyada uyumuz. Bir axlazda bir kishigina o'tiradigan yer. Ustoyasizda bo'ladi ekan bemalol. Shunday holatda uyumuz. Yurtdoshlar, shundan buni narxini keladigan bo'lsak, narxi 240 million srochni sotib olgan ekan. Kim ma'qul bo'lsa ekranimizga berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.